Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bizga hozir bir qancha juda ko'p yangi turdagi urug'larimiz kirib kelgan. Sizlarga hozir qisqacha tushuntirib, tanishtirib o'taman. Misol uchun, tarvuzlar deysizlarmi? Tarvuzni bir 30 xil turlari bor. Qovun deysizlarmi? Makkajo'xori deysizlarmi? Beda urug' deysizlarmi? Karam deysizlarmi? Shirin jo'xori, pomidor, bodring deysizlarmi? Hammasidan bor. Hozir sizlarga qisqacha tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan urug'larimiz bu gibrid pomidor urug'lari. Keling yaqinroq. Endi tepadan boshlaymiz. Mana boshlanishiga Agrotip firmasini Sherina F1 bu Germaniya mahsuloti hisoblanadi, ichida 1000 dona. Keyingisi bu ham Agrotip firmasini Plato F1, bu ham Germaniya mahsuloti, bu ham 1000 dona hisoblanadi. Va Agrotip firmasini Sultan F1. Bu dehqonlarimiz juda ko'p bilishadi. Hozir Agrotip firmasini hozir 3 ta gibrid pomidori O'zbekistonda hozir juda ommalashib ketgan. Tavsiya qilamiz. Buni farqlari bittasi sal yiriroq bo'ladi, bittasi sal maydaroq bo'ladi, bittasi sredniy bo'ladi. O'shaning uchun 3 xil navda. Keyingisi Kiban firmasini Onyx F1 navli gibrid pomidorlari. Bu ham juda zo'r. Dehqonlarimiz ekkan dehqonlar juda yaxshi bilishadi. Keyin Turkiyani Duguz Gento firmasini Duguz F1 navli 1000 dona gibrid pomidorlari. Va bu teplishni pomidor hisoblanadi. Gento firmasini Fulya F1 navli. Va undan keyingisi Ekaset firmasini Kami F1. Respublikamizda juda ko'p dehqonlarimiz ekishgan. Ustunlik tomoni unumdorligi past yerlarga ham, juda issiq yerlarga ham juda yaxshi tushadi. Keyingisi Sakata firmasini Linda F1 navli pomidori. Hozir bu sal o'zi firmada ham tortilib qolgan. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda bor. Keyin bu keyingisi Lamina F1 Ekaset firmani. Bu ham indeterminant hisoblanadi, ya'ni teplishni pomidorlar hisoblanadi. Va Seminis firmasini Tanya F1 navli gibrid pomidori. Hozir bizda bu tarafdan ko'rsatamiz. Общий 25 xildan oshiq gibrid pomidorlarimiz bor. Hozir bir qismini ko'rsatdik. Va keyingisi bu USA Amerikani bu yangi firma hisoblanadi. Bu ham lekin O'zbekiston va Qozog'iston iqlimida sinovdan o'tgan. Buni ichida 5000 dona bo'ladi. Bu Reagrant hisoblanadi, ya'ni novichok hisoblanadi. Bu ya'ni raqam versiyasida 3402 F1. Keyingisi Bursa tuxumda hamma bilishadi. 1650 BT 1650. Keyingisi BT 1019. Buni ham juda ko'p dehqonlarimiz ekib ko'rishgan. Respublikamizda ham juda ko'p hududlarda yaxshi tushadi. Va Genetik firmasini Kupon F1 navli. Qizil bo'ladi, to'q qizil bo'ladi. Bu ham salqin joylarga ham, issiq joylarga ham yaxshi tushadi. Va hozir bir 2 yildan beri sal tortilib qolgan pomidorlarimizdan biri Seminis firmasini 8320 navli pomidori. Hozir faqat bizda bor, yana boshqada ham bo'lishi mumkin, bilmadim. Lindani aytdik. Sakata firmasini Amapola F1 Fransiya mahsuloti hisoblanadi. Ko'plar Amerika deyishadi. Sakatani Amerikada ham o'zini glavniy fabrika zavodlari bor. U tarafda ham zavod urug' ishlab chiqariladi. Keyin Sakatani Sativo F1 navli gibrid pomidori. Va buni aytdik. Cross bilan Yukin bu novichok pomidor hisoblanadi. Buni ham ko'rsatib o'tayin. Ya'ni Reagrant novichok deyiladi. Keyingisi Hybrix firmasini Jaguar F1. Bu ham hozir issiqlikka chidamliligi bo'yicha, kasallikka chidamliligi bo'yicha sinovdan yaxshi o'tgan. Buni ham bemalol tavsiya qilamiz.
Keyin hozirda yana ommalashib ketayotgan urug'lardan biri Buren F1. Bemalol juda hosil yaxshi, rangi, qizilligi, qattiqligi juda zo'r. Keyingisi Argetto firmasini Azat F1 navli gibrid pomidori. O'zi aslida bir qanchalari hozir oldin nomer bilan, raqam bilan kirib kelgan, endi bu yildan boshlab nom bilan kirib kelyapti, ya'ni ofitsialni kirib kelyapti. Azat F1 Turkiya mahsuloti hisoblanadi. Bu ham rangi juda zo'r, qattiqligi ham yaxshi. Hermonis firmasini Tonna F1 navli. Buni ochiqcha gapirish hojati yo'q. Tonna F1 hamma hosilni ko'rgan, ekkan dehqonlarim o'zlari bilishadi qanaqa hosil berishini. Bu ham juda ham yaxshi, kuchli pomidorlardan hisoblanadi. Va Becker Brothers firmasini Fergana F1 gibrid Gollandiya mahsuloti. Syngenta firmasini GC12 navli pomidorlari. Agar kimda sal kalibri sal maydaroq pomidor xohlaydigan bo'lsa, misol uchun pomidorlar Platinum, Lajian, misol uchun kambilar o'rta hisobda 200, 220, 240 gram atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu aksincha 150, 180 gram atrofidagi pomidor bo'ladi. Sal maydaroq pomidor xohlaydiganlar uchun. Undan keyingisi Numhens firmasini Platinum F1. Buni ham adashmasam pomidor ekib yuruvchi dehqonlar bu pomidor to'g'risida bilmay qolishi mumkin emas. Hammasi bilishadi. Juda ko'p dehqonlar ekib ko'rishgan. Keyingisi Lajian F1 navli gibrid pomidorlari. Ehtiyot bo'lasizlar, faqat hozirda qalbakilashishni oldini olish to'g'risida juda katta kuchli choralar olib borilyapti. Originali bor, kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Va oxirgisi Salar firmasini Azim F1 navli gibrid pomidorlari. Bu Iordaniya mahsuloti hisoblanadi. Bu yangi nav, bu ham sinovdan o'tgan. Buni ham ustunlik tomonlari kiprik bilan o'ziladi, issiqlikka chidamliligi juda zo'r. Keyin kasallikka emlanganligi ham haqida o'zi instruksiyasida yozilgan. Bemalol tavsiya qilamiz. Hozirda 25 xildan oshiq pomidorlarimiz bor. Yanada xudo xolasa 2-3 kundan keyin bir qancha navlarimiz kirib kelyapti. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Respublika bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Biz birovni, ya'ni bironta navni biz yomonlamaymiz. Misol uchun iPhone deb sotamiz. Redmi iPhone deb sotmaymiz hech qachon. Hurmatli dehqonlar, respublika bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Bizda manzilimiz Toshkent shahri, Qo'yliq dehqon bozori 34-do'kon. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'linglar. Pomidor ekaman degan dehqonlarga shu videoni yuborib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.